6 xona 85 dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Manzil keladigan bo'lsa, Sergeli yarmarkani shunda orqasidagi dom 9 qavatli binoni 9-qavati 145 kvadrat metr, narxi 85 dollar. Kirib yashashga tayyor, naqd ham, ipoteka orqali ham sotiladi, uyni ko'ramiz. Xo'p, qurgan bo'lsa, uzun koridor bo'lyapti. Hamma xonalar alohida. Faqat bitta mana mashxona smeshka bo'lib qolibdi. O't mehmonxona va ichkarida kattalar yotoqxonasi bor. Uyimiz holati yaxshi, kirib yashashga tayyor. Oshxonaga vobshe maza qilib yuborasizlar lekin. Kuchnya katta, pashti zal bilan bir xil ekan. Keyingi xonaga o'tamiz. Xo'p, keyingi xonamiz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham bir guch balkonimiz bor va 4-xona. Bu yerda ham bir guch balkonimiz bor. Xo'p, bu yerda mana sanuzelimiz razdelniy bo'lyapti. Bu yerda 5-xonamiz, pastda har bitta xonada balkon bor, bir guch. Vanna ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham sanuzel bor va alohida. Tak. Va 6-xona kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham bir guch balkonimiz bor. Manzil keladigan bo'lsa, tak shundoq Sergeli yarmarkani yonida bo'lyapti. 6 xona 145 kvadrat metr, 9 qavatli binoni 9-qavati, naqdga ham, ipotekaga ham to'g'ri kelinadi. Uyimizning narxi 80 dollar. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Hammaga rahmat.